Keler yili Xitoyda qandaq o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Abdori Asiya Uyg'ur 4-bölüm. Ming Vanjuning tutilishi va Xitoyning josuslik qilmishlari. 2018-yil 1-dekabrda Amerikaning talabi bilan Kanada hukumati tarafidan Iran va Suriyaga Amerikaning texniklarini maxfiy setib berganlik gumoni bilan Huawei shirkatining Maliya bosh ministri Ming Vanju qo'lga ilingan bo'lib, Ming Vanjuning qo'lga ilinishi va bugun Amerikaga o'tkazib berilish jarayonidagi qiziqarli, keskin jarayonlar dunyo jamoatining Xitoyning kengaymichilik maqsadini texmi aniq tushunishi va xalqaro jamoatning Xitoyga bo'lgan diqqatini kuchaytirishiga sabab bo'ldi. Ming Vanju vaqasi aslidagi iqtisodga chetishlik delodan hozirgi siyosiy delo darajasiga ko'tarilib, bir taraf qilinishi hargizmi tasodifiylik emas bo'lib, balki Huawei shirkatining aslida Xitoy hukumatining jonijon manfaatiga zich chetishligi bo'lgan shaxsiy korxonasi to'nig'i o'rnab olgan hukumat josuslik organi ekanligidandir. Undaqda Amerika qatorliq xalqaro jamiyatlar nima uchun Huawei'ni josuslik bilan ayblaydi? Biz bu savolimizga javob tepish uchun oldi bilan tövendeki bir qancha masalalar ustida fikr yurgizib baqayli. Nima uchun Ming Vanjuning qo'lga ilinishi Xitoyni buncha aloqazada qiladi? Nima uchun Ming Vanju vaqasi bilan xalqarada Huawei mahsulotlarini boyqut qilish do'lqini ko'tariladi? Xalqaro axborot vositalarida bu haqda har xil qarashlar mavjud bo'lib, bir qism analizchilarning analizlaridan qaraganda oldi bilan Ming Vanjuning salohiyati o'zgacha bo'lib, u bo'lsa butunlay Xitoy kommunist hokimiyati orqa tergi bo'lgan bir shaxsdir. Uning Xitoyning josuslik harakatlariga doir bildiganlari nihoyat ko'p bo'lib, agar Ming Vanju sabablik Xitoyning maxfiyatliklari xalqaroga oshkorlansa, bu ish Xitoy uchun nihoyat og'ir oqibatlarni keltirib chiqarish mumkin. Ya'ni Xitoyning bir balvoq bir yo'l strategiyasida Huawei'ning tutgan o'rni intayin mo'yin bo'lib, buning dalili sifatida Xitoy taraqqiyot plan komitetining kotibi, aslidagi davlat taraqqiyot plan komiteti tashqi savdo tadqiqot o'rnining boshlig'i Zhang Yanshingning munu so'zlarini Huawei'ning Xitoy uchun qanchalik muhim ekanligiga dalil qilamiz. Ya'ni Zhang Yanshing 2016-yili Beijingda o'tkazilgan G20, ya'ni 20 davlatlar yig'inida bir balvoq bir yo'l bo'lmasa, Huawei'mi bo'lmaydi. Ammo Huawei'mi bir balvoq bir yo'l uchun bo'lmaydi degan. U yana Huawei'ning 70%lik sodisi chet ellarda bo'lib, Huawei mahsulotlari Osiyo, Afrika, Latin Amerikasi, Hindiston va boshqa nurg'un davlatlarda bozorga selingan. Dunyodagi eng nomrod joylarda faqat Jongoning tekshirish umigi bor bo'lsa, Huawei'ning odamlarimi darhol u yerga yetib bordi. Bir balvoq bir yo'l strategiyasi bo'lsa, butkul dunyodagi davlat atlagan shirkatlarning raqobati eng ojiz bo'lgan Xitoy shirkatlarining kichiklikdan cho'ngish, ojizlikdan kuchayishiga eng yaxshi fursatlarni hozirlagan bir strategiyalik plandir.
Demək, Xitay dövlətinin Marshall planıға bevosita ta'sir ko'rsatadigan bu sirliq shirkatning keynidagi qo'llovchisi dal Xitoy hokimiyati bo'lib, Huawei shirkati Xitoy hukumatining bevosita boshqarishidagi chet el texnik uchurlarini o'g'irlash va o'g'irlab kelgan uchurlarni Xitoy hukumatining o'z xalqini bostirish va dunyoga kengayimchilik qilish planiga xizmat qilg'uchi, qo'llovchi, shundaqla Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqlari ustidan elib berayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarning sherikchisidir. Undaqda Huawei'ning Xitoy ichi va sirtida qandaq jinoiy qilmishlarni sodir qilganligiga qarab boqayli. Birinchi, Huawei shirkati Xitoy hukumati bilan hamkorlashib, internet mudofaa timi yasab berish orqali Xitoy fuqarolarining chet el tor bekatlarini erkin ziyorat qilishini to'sishga yordamlashgan. Ya'ni, Huawei shirkati bo'lsa, Xitoyning mashhur Great Firewall internet satichin sepili qurilishi planining loyihalaguvchilaridan biri va Xitoyning bu planni amalga oshirishdagi eng asosli tayanchlar hisoblandi. Ikkinchi, Huawei shirkati yana odam yuzini farqlantirish texnikasini ishlab, o'g'irlagan texnika. Xitoy hukumatining o'z xalqlarini kontrol qilishiga yordamlashib qolmasdan, hatto Uyg'urlarning chiroy alayliklarini alayda tadqiq qilib, bu haqda ko'p izlanishlar bilan maxsus Uyg'urlarning chiroyini tonish texnikasini yasab chiqarib, bu texnikasi orqali Sharq Turkiston zaminida olam kamerasi tor nazoratchiligini yo'lga qo'ygan. Shundaqla usti ochiq turmaga aylantirilgan Sharq Turkiston zaminida Uyg'ur qatorliq xalqlarning kundalik hayotini nazorat ostiga ilib qolmay, yana Uyg'urlar bilan chiroy alayidligi o'xshash bo'lgan boshqa diktator ellardagi hokimiyat boshlarining o'z xalqini nazorat qilish uchun texnika bilan ta'minlagan. Uchinchi, Huawei telefonlarga maxfiy kuzatish va uchur o'g'irlash detallari qachilangan bo'lib, bu detallar Huawei telefoni ishlatuvchilarining uchurlarini maxfiy yo'sinda o'g'irlab, Xitoy hukumatiga yetkazgan. To'rtinchi, Huawei shirkati kuzatuvchilar tarafidan Xitoy hukumatining harbiy qism orqa ko'rinishiga ega bir korxona deb qaraldigan bo'lib, Huawei shirkatining qurg'uvchisi Ren Zhengfei aslida Xitoy harbiy qismida amaldor bo'lgan va Huawei'ning sobiq lideri Sun Yafangning avval Xitoy davlat bexatarlik idorasida xizmat qilganlikdek orqa ko'rinishi bor. Ya'ni, Huawei shirkati qurilgandan tortib bugungacha Xitoy hukumatining taraqqiy qilgan ellarning texnikalarini o'g'irlash xizmatiga alohida kuch chiqargan. Shundaq bo'lganligi sabab Amerika bu haqda nurg'un isbotlarni qo'lga tushirgandan keyin 2012 yilda Amerika Avam palatasi Huawei'ni bir josuslik shirkati deb e'lon qilgan va Amerika Huawei'ga qarta tekshirish elib berishga boshlagan. 5. Huawei yana Iran, Shimoliy Koreya va Suriya qatorliq Amerika yadro qurollari sabablik iqtisodiy embargo yurgizayotgan davlatlarga, hatto Taliban, Daeshlarga Amerikaning texnikalarini maxfiy yo'sinda setib berib, Amerikaning eksportni boshqarish qonuni va xalqaro qonunlarga xiloflik qilgan. 6. Amerika maxfiyatlik idorasining oshkorlashicha, Huawei shirkati Amerikaning
optik tala kabel texnikasini o'g'irlab, Xitoyning 5-avlod kurashchi aeroplanini yasash, okean charlash parxodi va aviamatka yasash ishlariga ishlatgan. Ya'ni, Huawei şirketi Amerikaning harbiy ishlar maxfiyatligini o'g'irlagan. 7. Xitoy Huawei şirketining hakkerlari bilan Amerikaning internet sohasiga hujum qilgan. Demak, Huawei şirketi Xitoy hokimiyatining Xitoy ichi va sirtidagi jinoiy qilmishlarga ham tayoq bo'lgan jinoyat shoykisi ekanligi murassassiz bir haqiqatdir. Bizga ma'lum, Huawei şirketidan burun Xitoyning Zhongshin şirketimi Amerikaning texnikalarini Iran va Suriyaga setib berganligi va josuslikqa chetishliqi bo'lganligi sabab ayblangan va Zhongshin masalasi yuqori sommaliq jarimani va boshqarish sistemasini Amerika nazoratiga elish sharti bilan jimiqtirilgan edi. Undaqda nima uchun yana Huawei şirketimi o'xshash jinoyat bilan ayblanib qoldi? Nima uchun Xitoyning chet ellarda taraqqiy qilish fursatiga erishgan bundaq dangliq korxonalari Xitoy hukumati bilan hamkorlashib, chet ellarning texnikalarini o'g'irlaydi? Aslida Xitoy hukumatining axborot qonuni deydigan bir qonuni 2017-yilida ma'qullangan bo'lib, bu qonunda har qanday shaxs va kollektivning Xitoy davlati uchun uchur o'g'irlash majburiyati borligi belgilangan. Xitoy hukumati bu qonun orqali Xitoy ichidagi avom fuqarolarning kishilik haq-huquqlarini dafsanda qilib qolmasdan, balki yana Xitoy xalqini bu qonun orqali dunyoning har qaysi joylaridan ilg'or texnikalarni o'g'irlab Xitoy hokimiyati uchun xizmat qilishni xalq uchun bir qonuniy majburiyatga aylantirgan. Shu sabab dunyoning har qaysi joylariga o'qish, xizmat yoki har qanday sabab bilan borgan Xitoy fuqarolari uchun Xitoy davlatiga shartsiz uchur ta'minlash mas'uliyati yuklangan. Amaliyotda Xitoy hokimiyati bu qonunni yo'lga qo'ymasdilla fuqarolarning shartsiz holda Xitoy davlati uchun josuslik xizmatlariga selinishi izchil davomlashib kelgan ishlardir. Bo'libmi islohot echivtishdan keyin butun dunyoning har qaysi joylariga o'qish va xizmat banisida chiqqan kishilarning nishoni chet elning ilg'or texnikalarini o'g'irlash bo'lgan. Xitoyning yuqori fan texnik sohasida uchqandek taraqqiy qilib ketishi, hatto 19-qurultayda 2025 planini dunyoga e'lon qilib, 2025-yili butun dunyoning yuqori fan texnik sohasining boshlamchisi bo'ladiganligini hech bir tap tortmasdan jakarlashi albatta asossiz emas. Xitoyning uchur texnikasini o'g'irlash va josuslik harakatlariga doir qilmishlardan hammamizga tanishliq bo'lgan 2018-yil 1-oyda yuz bergan Afrika Birlashmasining xizmat binosining uchur maxfiyatligi Xitoyga yo'llanayotganligi pash bo'lib qilish vaqasi bo'lib, bu ishdan keyin 2018-yil 7-oyda Avstraliya bu haqda tekshirish elib berib, bu vaqani dal Huawei şirketi qilganligini va Afrika Birlashmasi binosidan Xitoyga uchur yetkazish qilmishining 5 yildan beri izchil davomlashayotganligini e'lon qildi. Ya'ni Afrika Birlashma binosi aslida Xitoy 800 million mablag' selib Afrikaga selib bergan
qurilish bo'lib, Xitoy hukumatı ayni chaqda bu qurilishni Afrika Xitoy do'stligi uchun haqsiz sovg'at qilgan ekan. Bu delodan boshqa biz yana Ming Wanzhou qo'lga ilinishi bilan tangli yuz bergan Xitoy millatidan bo'lgan Amerika grajdani, mashhur fizik fanlari olimi Zhang Shouchengning o'zini o'ltirib olish vaqasiga qaraydigan bo'lsaqmi, Nobel mukofoti sohibi bo'lish ehtimolligi yuqori deb qaralgan bu mashhur shaxsningmi Xitoy kommunist hokimiyati bilan yang ichida texnika o'g'irlashga doir josuslik delolarga chetishlik bo'lganligi sabab Amerika bexatarlik idorasi tarafidan tekshirilayotganda o'lib olgan yoki o'ldirilgan. Amerika 301 nomerlik tekshirish dokladida Zhang Shouchengning shirkatini tilga olgan bo'lib, hozirga qadar garchi Zhang Shouchengning nima sababdan o'lib olganligi bir sir bo'lsa-mu, tekshirish dokladida tilga ilinishicha, uning Huawei shirkati bilan bo'lgan aloqasi o'lib olishga bevosita munosabatlik deb qaralmoqda. Qisqasi, Xitoy hukumat igdorchiligidagi Huawei shirkatini xalqaroda pardozlab, shaxsiy igdorchiligidagi korxona sifatida xalqaro bozorlarga yo'lab kirgizib, ondan bu atalmish shaxsiy korxonasi orqali dunyodagi ilg'or texnikalarni o'g'irlab, Xitoy hokimiyatining butun dunyoga xo'ja bo'lish razil niyatini amalga oshirish uchun xizmat qildirgan. Darvaqa Ming Wanzhou qo'lga ilingandan tortib, uning delosining Kanada, Amerika va Xitoy qatorliq 3 davlat orasidagi diplomatik munosabatlar va Kanada fuqarolarining Xitoy hukumati tarafidan rejimga ilinishi, Kanada hukumatining Ming Wanzhouni Amerikaga qaytarib berish ishida Amerikadan Xitoy rejimidagi Kanada fuqarolarini qutuldirishni talab qilishi qatorliq bir qator murakkab jarayonlarni besib o'tishi. Huawei shirkatining Xitoy hokimiyatining texmo ko'p oshkorlanmagan jinoiy qilmishlar bilan chetishliqi borligini texmo aniq ko'rsatib bermoqda. Mana bugun Ming Wanzhou Amerikaga qaytarib berildi. Demak, Huawei shirkatining Amerikaning ilg'or texnikalar orqali iqtisodiy manfaatga erishib qolmasdan, balki yana Amerikaning texnikasini Amerikaning dushmanlariga setib berish orqali Amerikaning kuchini xo'rtib, uning o'rnida o'zi dunyoga xo'ja bo'lishni nishon qilgan razil qilmishi va niyati Ming Wanzhouning qo'lga ilinishi bilan dunyoga ichib tashlandi. Mana bugun butun dunyo miqyosida nurg'un davlatlar Xitoyning 5G texnikasini boyqut qilish bilan birga bir balvoq bir yo'l strategiyasidanmi qo'l uzishga boshlab-atdi. Navbatda Amerika hukumati Huawei shirkati va Ming Wanzhouning ustidan 23 turlik jinoyat bilan arz qilgan bo'lib, Ming Wanzhou va Huawei shirkati bu jinoyatlarni inkor qildi. Bu ishlarning natijasining qanday bo'lganligi haqida hozircha aniq bir narsa deyish tas bo'lsa-mu, bir narsa aniqki, Huawei shirkatining xalqarodagi o'rni, Xitoyning bir balvoq bir yo'l strategiyasi, Ming Wanzhouning tutilishi va sudga tortilishi jarayonida oshkorlangan sirlar sabablik butun dunyoda qarshilikqa uchrashi va Ming Wanzhou vaqasining ta'sir domino hodisasi shaklida texmi ko'p sohalarga kengayib, Xitoy hukumatining 2025
planini suğa çilaştırışı mümkün. Davamı бар. 2019 yıl 31 yanvar.